Bolalikni eslatuvchi o'sha bulochka bugun dasturxoningizda. Ishimizni apara xamir qilishdan boshlaymiz. 200 ml iligan sutimizga 1 osh qoshiq droji, 2 osh qoshiq shakar, 1 chimdim tuz 5 minutga oshirishga olib qo'yamiz. Bitta tuxumni o'zi, bitta tuxumni sariq emas, oqini ishlatasiz. Sarig'ini keyin ustiga ishlatamiz. Ozginadan un solib, xamir qoramiz. Xamir yopishmasligi uchun qo'lingizni yog'lab turishingiz kerak. 2 soat xolodilnikka oshirib qo'ysangiz, voy, shunaqangi vazdushniy bo'lib chiqadi. Keyin xuddi videoda ko'rsatilgandek bir nechta bo'laklarga bo'lib, xohlagan idishingizni tagiga sariyog' yoki pergament surib, yoki yog' surib, mana shunaqa yana 5 minutga tindirishga olib qo'yasiz. Endi kroshkasi. Ozgina margarinni un bilan kroshka qilib olasizda, ozgina shakar qo'shib chetga olib qo'yib turasiz. Boyaga olib qo'ygan tuxumni sarig'iga ozgina sut qo'shasizda, ustiga bulochkalarimizdan surib chiqamiz. Keyin kroshka sepishga shoshilmaysiz. Ozgina yana 5 minut turg'izib, kroshka sepasizda 200 gradusda 20 minutda pishirib olasiz. Qarabsizki, tayyor.